O'sha olib qolgan spark mashinamiz ham ishlarini tugatib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Shu oldidan udari bor edi. Shu udarning natijasida kabutlari bukilib, almashadigan holatga kelib qolgandi. Biz buni rektifiya qilib, o'zini radna qoldirib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Hatto shu botlarga kulish tekkizilgan holatda o'zini chiqarib berdik. Shu choklari ochilib qolgandi. Hammasi joy-joyiga qaytdi. O'sliklarga kirib ketganda, ya'ni tortib o'zini joyiga qaytardik. Ochilib yopilishlari hammasi yaxshi, zazorlari ko'rishingiz mumkin. Shu natijasida kirlar orqaga yurib, eshik ochilmaydigan holatga kelib qolgandi. Hammasi yaxshi. O'falarni almashtirib, yangicha hamilchiliklarni qo'yib berdik. Yaxshi chiqdi. Shunaqa rektifiya xizmatlari bo'yicha aloqaga chiqib kelaverasizlar. Chiroyli ishlarni bitiraveramiz.